Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Xudo xolasa Xazar Spelni 5 ta bir dona darvoza keldik. Xudo xolasa ko'rib baho berasizlar. 1-2likliz. Shunchalik variantda yaxshilab ishlab berdik. Kraskalar dayvo kraska bo'ldi. Ustuni shishalari go'y siniy ayna bo'ldi. Nijvekalari oltin svet nijvekalardan yana obnashliklargacha bosib berdik. Koronalari 20 cm. Yaxshi model fasonda bo'lib chiqdi. Zamoqlari stimul zamoqlarini qo'yib berdik. Demak, shunday Xudo xolasa xizmatlar kerak bo'ladi bo'lsa, telefon raqamlarini qo'yamiz. Bog'lanarasiz. Endi ishimizni ichkari taraflarini ko'rsatamiz. Ishimiz ichkari taraflari likobond, uzun svetida mokriy asfalt zamoqlar chippaklanishini ko'rishingiz mumkin. Mana qo'lni ucunda chippaklanadi. Bu dugalari besplatni içinde qo'shib berdik. Ertaga ko'ring, ochib yurgan vaqtdan moshina bo'lib ochib beradi. Telari shu yer bo'ldi. Yo'q, internetga qo'yamiz buni. Hech appga yoqdimi darvoza? Sifati. Xudo xolasa ikkisidan pasvet protsess qilib beramiz. Mana ikkinchi darvozani 4 ta quramiz. Buni ham ko'rsatib boramiz.